Sizlar qarangizlar, taklifni zo'rini beraman men sizga. Buni orqasi nima deyapti, uni qarang. Вообще bir boshqacha-da. Menga shu BYD Chazor juda ham yoqa. Narxini yakson qildik. Narxini ishonang yakson qilib tashladik. Ertalabdan beri tikka yo'qda savdo qilib e'longa qo'yapmiz. Ekranga bitta like bo'lsin. Shu uchun. Chunki oyoqlarda уже jon qolma. Yana mazda ham yo'q. Qarang. Voy joningdan. Buni qarang, turishini qarang. Holatni o'zi gapirib turibdi. Bu ofitsialniy dillerdan olingan 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari absolutno toza deya olmayman, chunki passajir tomon kriloda kraskasi bor. Uzrning bor, mazza yo'q. Chunki da sovuqda tikka yo'qda, oyoqdan zak o'tib ketdi. Kim uchun? Shu xalq uchun xizmat qilyapman, harakat qilyapman. Shu Koreysda zo'r bo'lishligi uchun. Nasib bo'lsa ishoning, Koreysda o'z holi zo'r bo'ladi. Ves respublika taniydi. Mana shu kriloda salgina qirilgan joyi bor ekan. Bosib o'tgan masofasi 45 ming. Yonkus 99 ekan. Zo'ra, boshqa joyda kraska yo'q ekan. Bu Optavik magazinning oldida turganda bir mashina sal qirib o'tgani uchun yangi krilo bosib o'rgan ekanlar. Zato salondan bir qilib olganlar. Hisob ma'lumot. Gendaverni beri ekanlar. Mazza qilmaysizmi? Balon diska holatlarini qarang. Lyuklari bu eng fuli 3-pozitsiyasi. 1200 km zapas xodi ekan. Men aytdim 1100 emasmi dedim. Yo'q, 1200 dedi egalar. Hay dedim, endi egalarning aytgan gaplarini qo'yamizda. Salonni qarang. Bu o'zi boshqacha-da, kengish. Narxini qarang, men qanaqangi pastga tushirib qo'ydim, voy. Kelgan paytlari 19 ming dollarga qo'ying dedilar. Yo'q dedim. 19 ming dollarga qo'ymayman dedim. E'lonlarni ko'rsatyaptilar. Mana qarang, 20 ming 500 ga qo'yilgan dedi. Yo'q dedim, qo'ymayman bunaqa narxga. To'g'ri shuning deb turib 18 ming dollardan, yo'q, 19 ming dollardan pastga tushirib qo'ydim. 19 ming qo'ying dedilar. Yo'q deb turib, bu narxini adashmam ketyapman. Chunki charchadik, to'g'ri tushuningizlar. Ertalabdan beri o'tiribmiz. 18.500 dollar yana savdosi bor. Zo'r, primoy dehqon, savdosi bor, savdolashsangiz bo'ladi. Chunki da pul zarur ekan, Kia kabish olibdilar. Uni pulni berish kerak ekan, buni sotyapman dedilar. 18.500 dollar yana savdosi bor. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 45 ming masofa bosib o'tgan. Orqalarini ham oling. Уже ancha mazza bermayapti, to'g'risi. Biz mana yutallik deb videoni qaytadan olmaymiz. Xalq tushunadi. Chunki mana kecha bozor ham yakshanba kuni ham ertalabdan chiqdik-da, kechgacha obzor oldik. Mana bugun ham ertalab chiqib, mana o'sha qarong'u bo'ldi, qarong'uda ham obzor olyapmiz xalq uchun. 18.500 dollar savdosi bor. Like bosib, egalariga hoziroq telefon qilingizlar, chunki videoning pastida egasining nomeri bo'ladi. Sog' bo'lingizlar.